ikkita farzandim ham shu maktabda tahsil olishadi. Bitta farzandim 1-sinfda, ikkinchi farzandim Bilag'on bolajon, ya'ni maktabga tayyorlov kurslarida tahsil olishadi. Juda ko'p maktablarga, juda ko'p ta'lim joylariga borib, surishtirib, shu maskanda to'xtadik. Sababi avvalambor bu maktabda bizning milliy qadriyatlarimizga asoslangan ta'lim berilishi, tarbiyaviy jihatdan bu yerdagi xodimlarni, ya'ni o'qituvchilar, ya'ni boshqa xodimlarni muloyimligi, farzandlarimiz tez chiqishib ketishi, yaxshi munosabatda bo'lishi bizga ma'qul keldi. Hozirgi kunda farzandlarim shu maktabda tahsil olayotganidan juda ham mamnunman. Sababi avvalambor o'qishi, ta'limi sifatli, sport to'garaklari va yana boshqa ma'naviy, madaniy tadbirlarni o'tkazib turilishi, aylanishligi, borib kelishligi hammasi juda ham bir punktualniy tarzda olib boriladi. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchiman, farzandlarim maktabga bormayman deb hech qaysarlik qilishmaydi. Har doim maktabga talpinishadi. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchiman, maktabda taomlanish juda ham bir yuqori sifatli darajada olib borilar ekan. Biz o'sha yoz oyida bu yerga kelib direktor bilan maslahat qilganimizda bizga o'sha taomlarning menyularini rasm ko'rinishida, video ko'rinishida qilib ko'rsatib tushuntirib berdilar. Haqiqatda real hayotda ham farzandlarimizdan so'rab turamiz. Shunaqa yaxshi mahsulotlar, sifatli, avvalambor halol mahsulotlar bilan ta'minlab berishar ekan. Bolalarning ta'lim tarbiyasi, tarbiya jihatdan juda ham bir yuqori shukuhda o'tilishini inobatga olib biz shu maktabni tanladik. Bilag'on bolajonni, ya'ni maktabga tayyorlov kurslarini bu yoqda juda ham bir yuqori sifatli, juda ham bir ta'lim jihatdan yuqori bo'lgan pedagoglar o'tishar ekan. Chunki meni kichkina farzandim juda ham qaysarroq, injurroq, unaqa o'qishga unaqa anaqasi yo'q, lekin bu yoqda o'qishga anaqasi shijoati yaxshi ketyapti. Grant maktabini ko'pchilikga tavsiya qilaman. Avvalambor ishonchli, juda ham bir zamonaviy o'quv binosi, yaxshi ko'ngil ochuv xodimlar, yuqori malakali pedagoglar deb tavsiya bera olaman.